Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Sizlar bilan men Abdurahmon. Bugun Madina shahridamiz. Alhamdulillah, orqamizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidlari. Ya'ni ko'prikning bu yoq tarafi markaziy deb ataladi. Bugun biz sizlar bilan ko'prikning tashqarisi haqida, avtobus markaziy haqida, ya'ni Qubo ko'chasi haqida ko'rib chiqamiz. Videolarimiz sizga foydali bo'lishidan umidvormiz. Inshaalloh sizga manfaat berishidan. Bu videolarni olishimizdan maqsadimiz insonlarga manfaatli bo'lishidan umidvormiz va kelajakda o'zimiz yoshligimizda qanaqa bo'lganimizni tomosha qilib yurish va farzandlarimiz bizni kuzatishi inshaalloh manfaatli bo'lishidan umid qilamiz. Nega biz aynan Qubo ko'chasini tanladik? Bunga bir nechta sabablarimiz bor. Ya'ni Qubo ko'chasidan Masjidul Haramga, Nabaviyga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidlariga qatnash juda qulay. Piyoda kelishmi bo'yicha juda qulay, yo'llari juda tekis yoki-da yoshi katta insonlar bo'ladigan bo'lsa, aravachalarda olib kelish ham juda qulay. Yoki yosh bolali, oilali kishilar bo'lsa ham, bolalar aravachasini ham olib yurish juda qulay, yo'llari tekis. Bu birinchi sabablaridan. Ikkinchi sabablaridan bittasi bo'lsa, narxlari hamyonbop. Uzoq muddatga kelib yashamoqchi bo'lgan, yolg'iz yoki oilaviy kelib yashamoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz uchun narxlari hamyonbop. Markaziyada qimmat bo'ladi ancha. Mehmonxonalar bu yoqda oylik, yillik ijaraga turar joylar topishingiz mumkin. Hamyonbop narxlarda. Narxlarga keladigan bo'lsak, Toshkent shahri bilan deyarli bir xil desak ham bo'ladi. Bismillah, orqamizda turgan soat undan bilsanglar bo'ladi. Bu yoqda Masjidul Nabaviydan chiqqanda 309-310 darvozadan chiqib Masjidul G'omama bo'ladi, ya'ni 309-310 darvozadan chapga qarab to'g'ri yurib kelinsa, to'g'ridan chiqiladi. Soatdan to'g'ri chiqib yurib kelib, bu tomonga qaraydigan bo'lsak, bu tomonda ikkita ko'cha keladi. Bu Qubo ko'chasi. Ya'ni ikkita ko'cha borib birlashib ketadi, oxirida Qubo masjidiga yetkazadi, olib chiqadi bu ko'cha. Biz sizlar bilan hozir mana shu Qubo ko'chasini o'rganamiz. Ya'ni sizlarga ma'lumot bo'lish uchun Qubo ko'chasidagi savdo shoxobchalarini, ko'ngilochar maskanlarni, do'konlarni imkon qadar yoritib borishga harakat qilamiz. Foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bismillah, bo'lmasam boshladik. Mana shu Qubo ko'chasi. Fayzli, toza, ozoda, pokiza, chiroyli ko'cha. Bu ko'chalarda mana shunaqa do'konlar mavjud. 3 riyoldan yozib qo'yishadi. Ko'p 3 riyolli narsalari ham mavjud. Ba'zida ichkaridagilari qimmatroq bo'ladi. Boshqacha bo'lgan, lekin hamma narsa bo'ladi. Shunday do'konlar, masalan, ichkarida u yoq markaziyada qimmatroq bo'lsa, bu yoqda arzonroq bo'ladi. Har doim ko'pincha. Bu yoqlardan kelib, uydagilarga sovg'alar olishingiz mumkin. Kiyim-kechaklar, hamma narsalar, xurmolar, hamma narsalar mavjud. Ayollarimiz uchun abaya deyishadimi? Shu ko'ylaklar. Barcha narsalarni topishingiz mavjud. Ya'ni bu ko'chalarda brend anaqalar ham bor, do'konlar ham bor. Va ko'rib turganingizdek, ko'p do'konlarning yopiqligini sababi ko'pchiligi kechki payt ochiladi, ya'ni asrdan keyin. Chunki kunduz kuni issiq bo'lganligi uchun ko'pchiligi kechki payt ochishadi. Lekin ochiq do'konlar ham bo'ladi. Bunaqa 24 soat davomida do'konlar topishingiz mumkin. Mana bunaqa soatlar, chiroyli atirlar sotiladigan do'konlar juda ham ko'p.
va har ko'p joylarda mana bunaqa sharbat sotadigan joylar ham bor. Mevalarni siqib sharbat qilib sotishadi. Mazasi juda ham ajoyib. Kelganinglarda inshaalloh tatib ko'rishinglarni maslahat beraman. Va yana bir foydali maslahat Madinaga kelgan odamda endi bo'lib turishi mumkin. Unaqa bo'lmasin, telefoninglar nimadir bo'lib ustaga hojat kerak bo'lib qolsa, mana shu yerda yopib o'tiribdi ustalar. Telefon ustalari, telefon do'konlari mana shu joyda joylashgan. Mana shu atrofdagi barchasi telefon ustaxona, do'kon mana shu joydan topishinglar mumkin telefon ustalarini. Yangi telefon sotib olmoqchi bo'lsanglar, telefon topishinglar mumkin. Mana bunaqa golfkarlar qatnaydi. Masjid Nabaviydan Masjidil Quboga. U boshidan bu boshigacha bir kishi uchun adashmasam 10 riyoldan. Narxi. Va mana bunaqa joylarda ham bunaqa triplar uyushtirishadi, sayohatchilar. Shunaqa kechqurun rosa ko'payib chiqishadi. Mana shu yerda sotishadi anaqasini. Sayohat qilib, ya'ni aylantirib kelishadi. To'g'rida ko'rinayotgan bo'lsa, Qubo masjidi minoralari ko'rinib turibdi. Mana bunday maydonchalar ham tashkil etilgan. Bu yerda asosan kechqurun barcha ko'chaga chiqib, oilaviy chiqib hordiq chiqarishadi, sayr qilishadi. Bolalar o'ynashadi. Atrofda chiroyli, go'zal do'konlar mavjud. Burchakda qahvaxona bor. Kechqurunlari qahva ichib mana shu yerda Madina Qubo ko'chasini ahli sayr qilib yurishadi. Kabutarlar. Madinada har qadamda kabutarlar uchratasiz. Juda ham kabutarlar ko'p. Hozir 2025-yil aprel oyi. Va keyin Madinada har qadamda masjidlarni uchratishingiz mumkin. Mana bunaqa chiroyli masjidlar bo'y rostlagan. Bir-biriga masofalari juda yaqin. Bu yoqda yurgan bo'lsangiz, mabodo namoz vaqti bo'lib qolsa, kechikmaysiz. Farz namozlarni xohlagan masjidingizga kirib ado etib olishingiz mumkin. Xohlasa nasib qilsa bu joyni kechqurun ham olib sizlar azizlarga ulashamiz, ko'rsatamiz. Kechqurun ham bir boshqacha fayzli bo'ladi. Va har qadamda mana shunaqa novvoyxonalar bor. Bu novvoyxonalarda asosan Afg'onistonlik birodarlarimiz ishlashadi. Nonlar pishirishadi. Patirchalar yoki chapatilar deydi. Nonlar juda mazali, juda yaxshi va arzon nonlar. Kelib yeb ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Nonlari yaxshi.
Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizga hali aytganimizdek Madina shahrini, Qubo ko'chasini, tungi manzaralarini sizlarga ulashishni boshlaymiz inshaalloh. Manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sizni kuzatishda davom eting. Ertalab bu joylarni videoga olib ketganimizda tungi ko'rinishlarni sizlarga ko'rsatamiz. Mana shu ko'rinishlar. Kech payt barcha oila a'zolari bilan otib chiqarish uchun chiqishgan. Kuzatishingiz mumkin. Birinchi marta video olish bo'lgani uchun ozgina hayajonlansak, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Inshaalloh sekin-sekin videolarga tushib olib, o'rganib olamiz, xudo xolasa. Azizlar, men yaxshi ko'rgan eng chiroyli ko'chalardan, joylardan bittasi mana shu joy. Mana shunaqa shovqinli bu joyda mana bunaqa velosipedlar ham bo'ladi. Olib bemalol sayr qilib yurishingiz mumkin. Mana bu yerda hamma barcha chiqqan. Hello bro. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizga qo'l ko'tarishmoqda. Videoga olayotganimiz ko'rib sezdilar shekilli. YouTube'da o'zlarini ko'rishini. Mana chiroyli ko'chalarimiz. Alhamdulillah, shu joylarga yetkazganiga shukr. Barchalarga oilalar bilan, ota-onalar bilan, jigariylar bilan, ahloiylar bilan kelishinglarni nasib Allohdan so'rab qolamiz inshaalloh. Shu videoni ko'rib turgan barchaga Madina juda ham boshqacha, qalblar orom oladigan, eng asosiysi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerdalar. Biz inshaalloh asta-sekinlik bilan videolar qo'yib boramiz Madinaga. O'zi anaqa tur firmalarsiz qanday kelishligi, yo'l yo'riqlarini bilganimiz qadar, imkon qadar sizlar bilan ulashib boramiz inshaalloh. Bismillah. Hammanglarni inshaalloh ahli oilalar bilan, ota-onalar bilan, jigariylar bilan, do'st birodarlaringlar bilan Madina-i Munavvarada qolamiz. Barchalarga kelib bu yerda ibodat qilishinglarni nasib qilsin deb Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh Madinada qalblar orom topadi. Bu go'zal go'sha barchani o'ziga tortadi. Chunki bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borlar. Sizlarni hamma shu videoni ko'rib turgan insonlarimizni kelishligini Allohdan so'rab qolamiz, nasib qilishini inshaalloh. Bu tarafda go'zal masjidlarimiz bor. Azizlar, shu bilan bugungi videomizni yakunlamoqchimiz. Manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Inshaalloh shu joygacha ko'rganingiz uchun tashakkur bildiramiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Barchalarni Madina-i Munavvarada ibodatga kelib, Allohning ibodatini qilib, shunday go'zal joylarda sayr qilishingizni Allohdan so'rab qolamiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolar qo'yib borishga davom etamiz. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.